Man O'zbekiston fuqarosi Farg'ona shahrida yashovchi Karimov Jafar mana bu video murojaatini Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Nurxo'jayevichga va qolaversa mana shu davlatda tevasida o'tirgan elitaga murojaatim. Biz mana shu o'zbek qirg'iz o'rtasidagi bir hamdo'stlik, o'zbek va qirg'iz qardoshlarni bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatini oshirish maqsadida harakat qilib sizga bir murojaat qilmoqchiman. Hammamizga ma'lum, Qirg'izistonda 2010-yildagi o'sh voqeasi bu albatta achinarli holat. Ikki bir-biriga birodar bo'lgan xalqlarda bir-birini bunday bir yoqtirmay g'araz niyatda qilgan xatti-harakatlari bu achinarli holat. Lekin mana bu holatda misol uchun biz Qirg'iziston hukumati tomonidan qo'yilgan katta xatolarini yaqqol shu narsani ustida bir analiz qilinadigan bo'lsa, bu yaqqol ko'rinib turibdi. Hozirgi kungacha mana bu o'sh voqeasida jabr ko'rgan tomon bu asosan o'zbeklar bo'lgan. Va hozirgi kungacha misol o'zini uyini, o'zini oilasini himoya qilaman deb chiqqan o'zbek o'g'lonlari miltiq ko'tarib chiqqanmi, boshqa ko'tarib chiqqanmi, shular sabitiyada qatnashgan deb turib statya qo'yilganda bugungi kungacha pожизненный срок olib shular kirib ketgan. Xo'p, bu 2010-yil voqeasi o'tdi, tugadi. Undan keyin 2020-yili ikkita sportchi, O'zbekiston va Qirg'iziston sportchilari Qorasuvda jang uyushtirishadi. O'rtoqlik jangida yana biz shu narsani guvohi bo'lyapmiz. O'zbekiston sportchini muxlisi, Qirg'iziston sportchini muxlisi, ikkovi muxlislar o'rtasida birini biriga bo'lgan adovati, mana bu межнациональный konfliktni yana ko'tarilib ketishiga ozgina qolgan. Biri flagni otib yuboradi. Xullas, mana shu asnoda yana millat urushi bo'lib ketmasin deb, men u paytda O'zbekistonda edim, Qirg'izistonga boraman. Bishkekka borib, Bishkekdagi Jipek Jolu prospektida joylashgan GKMBning kontorasiga kiraman. Shu KPPdan xodimlarni so'rayman, chiqishadi xodimlar. Bularga keyin video kameralarni yoqinglar, mana shunaqa обращение ham bor sizlarga deyman. Kameralarni yoqishadi. Men ularga aytaman, men shunaqa O'zbekiston fuqarosiman. Bugun keldim, soat 9dagi Bishkekka keldimda, sразу mana sizlarga uchradim. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, Qorasuvdagi bir nimani jangni oqibatidan mana bu internet platformasida ikkita millat yana bir-birini qanaqa nima qilishyapti. Biri xullas mana shu nimalarni ochib ko'rsataman. Keyin bularga aytiladi, misol davlat urovida sizlar millatlar aro hamjihatlik bilan yashash programmasini qo'ysanglar bo'ladi-ku deb aytilinadi, takliflar beriladi va shu o'rinda yana eslatib o'tib ketaman. Agar 2010-yili o'sh voqeasida sizlar albatta bunda davlatning qo'li bor, bu hammaga ayon. Mana shu narsani agar yana qaytarilmoqchi bo'lsanglar, shunaqa niyat bo'ladigan bo'lsa sizlarda davlatlilar tomonidan, endi o'zbek xalqi, men o'zbek davlati to'g'risida gapirmayapman. O'zbek davlati bilan biz pozitsiyasini bilamiz. Biz O'zbekiston davlatining pozitsiyasi shu o'zini tinchligi nimasida birovning nimasiga aralashmaslik. Hatto u boshqa davlatdagi o'zbeklar bilan bo'layotgan holatlar bo'lsa ham aralashmaydi. Shuning uchun men o'zbek xalqi tomonidan bir nima qilib gapiraman. Agar yana mana shu voqeani yana qaytalanishiga yo'l qo'yadigan bo'lsanglar, biz xalq o'zimiz ko'tarilib kelamiz endi. Mana shu o'zbek xalqi ko'tarilib kelamiz. Nima uchun biz kelamiz? Ya'ni mana bu fitnani bosish uchun.
Biz millatchi emasmiz. Alhamdulillah millatchi emasmiz. Bizni ana shu paytda misol uchun analiz qilsak qilinadigan bo'lsa 2010-yili O'shda o'zbek-qirg'iz urushi bo'lyapti. Farg'onada qirg'iz mahallalarida shunaqa tinchlikni ushlab beryapti bu nima? O'sha paytdagi hukumat. Fuqarolar tomonidan ham unaqangi darajada borib turib, biz ham shu qirg'iz mahallalarini yoqaylik degan narsa bo'lmaganda, alhamdulillah mana shu narsa bizda yo'q ekan. Shuning uchun biz ham boramiz degan gapni bu millat nimasini qo'zish, millatchilik urug'i bor ekan degan narsa eshituvchilarda nima bo'lib qolmasin. Bu fitnani bosish maqsadida. Hammaga ma'lum, agar bir kuch o'sha yerda borib anaqa qilinadigan bo'lsa, bu bosiladi. Siz o'zingiz bosolmayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston bosolmayotgan bo'lsa, u yerdagi o'zbeklar nima qilish kerak? U yerdagi o'zbeklar maqsadingiz haydash bo'lsa, yo'q, ular ketmaydi. Ular o'sha u yer o'shalardagi, o'sha yerda tug'ilishgan. Xuddiki mana shu yerda tug'ilgan qirg'iz mahallalari bor Farg'onada. Mana shu yerda tug'ilgan ana shu uyga qanchalik u haqli bo'lsa, ana shu yeriga, olti sotik yeriga qanchalik haqli bo'lib, men o'zbek bo'lishimdan qat'iy nazar uni uyiga kirib turib, tajovuz qilib, uyini tortib olishimga qanday meni haqqim bo'lmasa, sizlarni ham shunday haqqinglar yo'q. Qirg'izistondagi o'zbeklarni haydab chiqarishga. Shu narsalarni men gapirganman. Biz kelamiz deganman. Yo'q, fitnani bosasan, qilmaysan bunaqa fitnani, yoki kelajakda shuni bilgin, endi xalq bo'lib ko'tarilib biz ham yordamga kelamiz deb aytganman. Endi menga o'shanda joyida savol berishdi, sani Toshkent jo'natdimi deb. Toshkentdagi Milliy xavfsizlik SMB bo'lardi, bu paytda SMB jo'natdimi deb menga savol berishdi. Men aytdim, men hozir ham aytaman, DXX xavfsizlik DXXdagi bolalardan men bariman. Ichki ishlar bolalarining ishlaridan men bariman. Ularda ishlariga men aloqam yo'q, meni ishlarimga ularda aloqasi yo'q. Men grajdanskiy pozitsiyamdan kelib chiqib, vijdon erkinligi shu narsalardan kelib chiqib, diniy qarashlarimdan kelib chiqib, men borganman. Ya'ni mendagi diniy qarash, mendagi maqsad o'zbek, qirg'iz, turkiy millatlari hamjihatlikda bir-biriga mehr, muhabbat bilan qarash, yashash, xudo anda bo'lish. Mana shu pozitsiyadan men borganman. Birov meni jo'natib anaqa qilmagan. O'rtada yana bir ikkita boshqa narsalar ham bor. Endi buni hozir gapirish ma'ruf emas. Shu narsadan keyin 2020-yili oktyabr oyida 1-oktyabrda adashmasam meni GKMBni bolalari olishyapti, mask shou qilib olib kirishyapti-da. Menga telefonimni shunday ko'rsatib, telefonda samodelniy bombalar bor ekan. Mana shu narsa sen tayyorlamoqchi bo'lgansan deb ko'rsatyapti. Bu meniki emas dedi. Bu meniki emas desam, yo'q, telefon seniki, sen shu narsada tayyorlamoqchi bo'lgansan, sen 5-oktyabrda miting bo'lyapti, ya'ni sizni turmadan olib chiqishib, sizni taxtga o'tkazishyapti. Shu marosimlar bo'lyapti. Ana shu asnoda men shu mitingda portlovlar qilib, Qirg'izistonda ana shu ploshidlarda portlatishim kerak ekan. Meni niyatim shunaqa edi ekan. Shuni akt terrorizm qo'yib, menga xullas srok beryapti. 2 yil 6 oy srok berib yuborishyapti bolalar. Xo'p, shu asnoda men sizga bitta murojaatim, siz shu GKMBni arxivlarini bir ko'rib, ana shu bolalar meni yozib olgan, ko'ring. Ko'rib chiqqaningizdan keyin bunaqangi men Bishkekka borib portlatish bir nima bo'lmagan bu narsa. O'sha paytdagi misol mana tergov qilgan bola Almaz bo'lardi. Ismi Almaz bo'lgan tergovchi.
o'sha GKMBni tergovchisi Almaz degan bola bor. Shularda agar surishtiruv o'tkazsangiz, men nohaq qamalganim kelib chiqadi. Bu narsa to'g'risida mani misol nimaga olib kirishyapti, GKMBga olib kiryapti, 1-sentyabrda olib kiryapti. Mani o'sha izolyatorda nima bilan yopyapti? Akbar bilan yopyapti. Akbar bu sizni poveringiz bo'lgan. Endi o'zini gapi bo'yicha, o'zini aytishi bo'yicha Tojikiston fuqarosi, familiyasi esimda yo'q, Akbar degan bola. Men shunaqa Sadirda poveri bo'lganman, Adnyorkada o'tirganmiz deb aytib bergan. Siz mana bu bola nima bilan qamalgan? Narkota bilan tushgan bola bo'lgan ekan. Tojikistondan Qirg'izistonga olib o'tayotganda ushalgan, bu suruk olgan. Muddatidan oldin buni Adnyorkadan GKMBga olib o'tishyapti-da, meni qamab turib, buni xatasiga tiqyapti. Men birga o'tiribman bu bola bilan, 2 kishi biz, bo'ldi, boshqa hech kim yo'q. Bir 4 kunmi, 5 kunmi o'tirdik birga. O'tirganimizdan keyin bu bolani olib chiqib ketib Volyaga qo'yib yuboryapti, dasrochni. Ya'ni mana siz prezident bo'lib kelganingizdan keyin endi pomilovание chiqardingizmi bu odamga? Nima qildingiz bu odamni? Xullas, buni oqlab chiqarib yubordingiz siz yoki kechirim qo'yib turib chiqarib yubordingiz siz buni. Xuddi shunday bugungi kunda sabitiya bilan o'tirgan bolalar. Bular uyiga misol Abizbashinni qaysidir yovuz kuchlar shaytonni bir nimalariga, hiylalariga ishonib, ko'tarilib, qirg'iz, o'zbek mahallalariga kirib turib, bostirib kirish oqibatida birorta bir o'zbek xonadonini, oilasini himoya qilib, miltiq olib chiqishga haqlimi, haqli emasmi? Shariy tomondan bu haqli bular. Oilasini himoya qilish, oilasini himoya qilib o'lib ketgani bu shahid ketgani. Bular haqlik. Bu hammaga ma'lum. Bular yoqda bir O'zbekiston, Qirg'izistonda avtonom respublika qilamiz degan niyati bo'lmagan. Shu qirg'iz fuqarolari bostirib BTRlarda ustida meni bu videolar turibdi. Borishgan bular o'zini oilasini himoya qilaman deb chiqqanlar. Endi videolarga tushib qolishgani, tushib qolib shuni qo'yib sabitiya qilib turib pajizninni berib yuborishgan. Bular hozir nohaq o'tiribdi o'sha yerda. Siz o'zingiz mana shu narsalarda sinchiklov bilan tekshirib, mana shu narsalarda ularni oqlab turib qo'yib yuboring. Shu narsani o'ziga pajizninni berib yuborish bu umuman noto'g'ri narsa. Siz adolat istagan odam bo'lsangiz, bu narsani qo'yib yuboring. Xuddiki mana bu sizga xizmat qilgan, powerlik qilgan Tojikiston fuqarosi Akbarni dasrochni qo'yib yuborganingizdek, qamoqdan chiqarib yuborganingizdek, buni hamma biladi. Akbarni qamoqdan chiqarib yuborganingizni, Adnyorkada birga o'tirgansizlar. Mana bu sabitiya bilan o'tirganlarni ham qo'yib yuboring. Men misol o'tiryapman, bitta следственный izolyator o'sha GKMBdan Moldovanovkaga ketyapman. O'sha paytda mashinada mana shu sabitiya bilan qamalgan bolalarni oyoqlariga tseplar qilib, qo'li oyog'igacha tseplar qilib turib olib ketishyapti-da. Bu menga endi haligi mana sen ham ko'rib qo'y degan narsani qilishganda shunda. Agar mana shunaqangi nima qiladigan bo'lsangiz, mana shunaqangi holatga tushib, inshaalloh biz qo'rqmaymiz. Agar hozir mana siz qandaydir bir iltimos, qandaydir bir takliflar bilan bu bolani og'zini yopgin deb biz O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib, men shu O'zbekiston pasportini qo'llariga topshirib turib, fuqarolikdan ham chiqarib yuboringlar deyishga tayyorman. Agar mana shunaqangi zolimlikni qo'llab-quvvatlashsa bular, fuqarolikdan chiqarib yuborishursin. Shuning uchun demoqchiman, to'xtamaymiz. Adolat topilmaguncha to'xtamaymiz.
Men endi Toshkentda Qirg'iziston posolstvosiga borib murojaat qilmoqchi edim, lekin Toshkentga ham chiqa olmayman. Sababi atiydaman, Farg'onadan chiqish mumkin emas menga. O'shanga bitta murojaatimiz sizdan mana shu odamlarni bir ro'yxatini tuzib turib, o'rganib, bular adolatsiz qamalgan. Yana bir marta eslatib o'taman, agar O'zbekistonda millat urushi bo'lsa, agar bizni o'zbek millatimiz bunaqa shaytonni nayrangiga uchmasin inshaalloh, lekin shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, mana shu qirg'iz birodarlarimiz uyidan nimaiki ko'tarib chiqib himoyasiga chiqqan bo'lsa, u haqli. Agar davlat shunaqa nimani bosa olmayotgan bo'lsa, fitnani, endi bu o'zini vazifasiga, o'zini bir gardaniga tushadi himoya qilish oilasini. Birorta qirg'iz birodarimiz, hamyurtimiz chiqib turib, shunaqa bir ketmonnimi, gravlinimi, qilichnimi olib chiqib himoya qilaman deb 2-3 ta o'zbekni chopfor etgan bo'lsa, men o'sha qirg'iz birodarimizni oqlayman men. Men bu o'zbekni oqlamayman, borib turib xonadoniga bostirib kirmoqchi bo'lgan. U haqqi yo'q. Bizga, bularga O'zbekistonda tug'ilgan bu yer Allohniki. Hech kim otasidan meros bir haligi nima emasda, bu Allohniki. Alloh qadar qilib shularga qadarimizga yozibdi-mi shu yerlarda tug'ilish. U o'zbekmi, boshqami, hammani bu nimadan ulushi bor. Shuning uchun turkiy millatlarni birlashishini xohlasangiz, inshaalloh mana shu yo'lda shu narsani delalarni ko'tarib, sabita bilan qamalgan hamma o'zbekni chiqaring. O'tirmasin bular. Pожизненный bergansizlar, o'tirmasin. Erkaklik tomonidan u haqligida, erkaklik tomonidan oilasini himoya qilib chiqishga. O videolari turibdi-yu, qanaqa holatlarga tushgan. Luboy chiqadi-da bunaqa narsada. Endi bu narsani biz aylantiraveramiz, ko'taraveramiz, toyinki aytayapman-ku men sizga, bu narsani aylantirilaveradi. Toyinki справедливый, adolatli bir nima chiqarib qo'ymagunizgacha, bular qo'yvermagunizgacha, bular chiqish kerak. Bular qamalib o'tirish kerak emas, pожизненный. Bordi-yu, mana o'sha qamoqda o'tirgan bratlar bularda ishini shar'iy tomondan misol oqlasa bo'ladi. Помилование qilib chiqarib yuborsangiz bo'ladi. Mana shu narsaga bir seryozni qarab qo'yishimiz kerak.